Assalomu alaykum hammaga. Men Madina, Shohjonova Madina. Shu 7 yildan beri shu bepushtlik bilan sinalib kelayotgandim. Allohga shukr, ko'p joylarga bordik 7 yil ichida. Ancha-muncha joylarga bordik. Allohim shu Shahnoza Fayz klinikasini bizga yo'naltirishdi. Shu klinikaga kelib, ancha Shahnoza Fayzullayevaning o'zlari bilan gaplashdik, maslahatlashdik. Bizga davolanish kursini 6 oy olib bordik. 6 oyda alhamdulillah egizak natijalarga erishdik. HGC'lar topshirishi necha yil kutdingiz? 7 yil kutdingiz va men sizni tabriklayman. Homiladorsizlar. Девочка, которая обратилась к нам с 7-летним бесплодием, первой попыткой ЭКО, эмбрионов 2 подсадили, и сегодня результат. Bu klinikaga birinchi marta ko'p oylar avval murojaat qilgan qizim natija bilan keldi. Tabriklayman! Hamma jamoaga, hammaga kattakon rahmat deyman. Kim nima niyatda kelayotgan bo'lsa, hammaga niyatligiga yetishsin ilohim. Hammaliga shirin so'z, bir-birligidan muloyimlik bilan hammaliga yordam berishdi. Hammaliga rahmat.